Hozir. Assalomu alaykum. Qo'shni, yaxshimisiz? Rahmat. Turmush o'rtog'ingiz uydamidi? Tinchlikmi? Qo'shni. O'g'limni ahvoli og'irlashib, kasalxonaga olib borgandim. Ichagida muammo bor ekan. Zudlik bilan operatsiya qildirish kerak ekan. Shunga 15 million pul kerak edi. Bilasiz, erim vafot etgan. Boshimda hech kimim yo'q, aka ukam, na dadam, na otam, onam. Keyin Navoiyxonada oddiy ishchi bo'lib ishlayman. Iltimos, qaytaraman qo'shni. Qaytaraman, qarzga iltimos qo'shni. Opajon, shu paytgacha er-xotin qo'limizdan kelgancha sizga yordam berib kelyapmiz. Endi bizni ham uyimiz, bola chaqamiz bor, to'g'ri tushuning. Bo'lganda jon deb yordam berardim sizga. Bolangizga Alloh shifo bersin. Qo'shni, iltimos. Jon opa, bizani ham to'g'ri tushuning. Bolam uchun yordam bering, qo'shni. berardim. Iltimos, bolam uchun qaytaraman. Kuni tun bo'lsa ham ishlab qaytaraman, qo'shni. Iltimos. Hozir Oling. Oling. Oling deyapman. Tezroq boring. Tezroq bolangizni operatsiya qildiring. Hammasi yaxshi bo'ladi. Oling, oling. Alloh shifo bersin bolangizga. Rahmat. Oling. Rahmat. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qaytaraman, qo'shni. Rahmat. dadasi, bu nima qilganingiz? Har safar ehsonga ajratilgan pulda hamma oilaga yordam qilib kelamiz. Bu ayolga qanchadan qancha yordam qilganmiz. U bundan tashqari farzandlarimizga yig'ayotgan pulni ham berib yuboryapsiz shu ayolga. Tugab boryapti. Xavotir olma onasi. Umrimiz ham tugab boryapti. İki dünya odamlari, ikki uyning egasisiz. Qaysi dunyo kerak sizga, qaysi uyni bezatyapsiz? Quruq qasr, qavat-qavat, ko'ngiliz tagingiz jannat. Biri arzon, biri qimmat, qaysi uyni bezatyapsiz? Qaysi uyni bezatyapsiz?